To'raqo'rg'onda yilning eng yaxshi tarbiyachisi 2025 kasbiy ko'rik tanlovining tuman bosqichi g'oliblarini taqdirlash marosimi o'tkazildi. Uni kichkintoylarning badiiy chiqishlari boshlab berdi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlari pedagog xodimlarining kasbiy bilim va mahoratlarini oshirish, bolalar bog'chalarida tarbiya sifati va mazmundorligini yuksaltirishga qaratilgan ushbu tanlovning ilk shartida 71 nafar ishtirokchi malakaviy test topshirish jarayonlarida qatnashdi. Xodimning kasbiy faoliyatiga doir ikkinchi shartda 27 nafar ishtirokchining ijodiy mehnat mahsuli bo'lgan videoroliklari hakamlar tomonidan ko'rib chiqildi. Seminar o'tkazish va ochiq mashg'ulotlar asosida ishlanmalar tayyorlash shartida esa 14 nafar ishtirokchi g'oliblik uchun kurash olib bordi. Qayd etilgan natijalarga ko'ra 28-sonli davlat Maktabgacha ta'lim tashkiloti direktor o'rinbosari Gulyora Qurbonova eng yaxshi direktor o'rinbosari nominatsiyasi bo'yicha faxrli birinchi o'rinni egalladi. Yilning eng fidokor tarbiyachisi nominatsiyasi bo'yicha faxrli birinchi o'rin 24-sonli davlat Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachisi Dilafruz Abdulboriyevaga, 7-sonli davlat Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachisi Shahnoza Xo'janazarovaga esa Yangi O'zbekistonda yangi avlod bolalarini ma'naviy kamolotga yetaklovchi eng yaxshi tarbiyachi nominatsiyasi g'olibligi nasib etdi. Eng yaxshi ijodkor ixtirochi tarbiyachi nominatsiyasida 7-sonli davlat Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachisi Dilnoza Olimjonova zafar quchdi. Bugun mana Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanida yilning eng yaxshi tarbiyachisi ko'rik tanlovi bo'yicha tuman bosqichida g'oliblikni qo'lga kiritdik. Bundan juda ham xursandmiz. Endi Xudo xolasa kasbiy faoliyatimizni olg'a intilib, keyingi viloyat hamda respublika bosqichida ham eng oliy o'rinlarni egallab, tumanimiz dovrug'ini yanada taratish o'z oldimizga maqsad qilib qo'ydik. Bundan juda ham faxrlanamiz. Tadbir so'ngida To'raqo'rg'on tumani maktabgacha va maktab ta'limi bo'limi mudiri E'zoza To'raboyeva tanlov g'oliblarini qizg'in tabriklab, ularga tashkilotchilar tomonidan ta'sis etilgan faxriy yorliq va qimmatbaho sovg'alarni topshirdi. Saydolam Abdurahmonov, Akbarjon Mansurov, Farruh Barotov Namangan viloyati maktabgacha va maktab ta'limi axborot xizmati uchun maxsus tayyorlandi.